hayotiy tushunishimiz uchun oson bo'lgan bitta misolda. Mana o'sha Suriya Iroqqa 15 yildan oshyapti. Bor, urush, janjal, ot, uqil, buqil, 100 ga yaqin davlatdan bolalar boryapti. Kimdirlar boryapti. Sirba O'zbekistondan ham borgan, yuribdi ham kerak bo'lsa. Ayollar ham bor, erkaklar ham bor. Nima ekan desa, ha sen ishga borasan, uxilasan, otasan, yo portlatasan, uxilasan, sen shahidsan. Shahid nima? Shahid hech qana savol-javob jannatga kirib ketadigan odam bu. Bu katta narsa bu. Tasavvur qiling, savol-javob bo'lmay jannatga kirib ketasiz. Men shunisiga hayron qolaman-da, shu 15 yildan beri shu panyatgani berib kelayotgan, odamlarga shu fikrni berayotganlar hammasi tirik. Ularga shahidlik kerak emasmikin? Ularga jannat kerak emasmikin? Endi soddaga biz xaribasmiz biz. To'g'rimi yoshlar? Biz xaribasmiz. Biz johilbasmiz. Kim nima muzikani chalsa o'ynavermaymiz biz. Bizning aqidamiz bor, iymonimiz bor, bizning panyatgamiz bor, bizning aqlimiz bor, bizning ahli ilmlarimiz bor, ulamolarimiz bor. Agar o'sha ish haqiqatdan ham Qur'onga, hadisga tushadigan shahidlik bo'lganda nimaga o'zlari shu ishni qilmayapti? Odam o'ldirib shahid bo'ladimi odam? O'zini o'ldirib shahid bo'ladimi odam? Mana shu chegarada sizni va meni hozir 2-3 talar bilan ko'rishib rasmlarga tushdik. Qo'llarni qisib, borlaringga shukr sizlar dedi. Bizni uyda oyog'imizni uzatib choy ichishimizga sizlar sababsizlar dedi. Bularda qovoq solib, pasportimizni tekshirib, mashinamizni tintuv qilsa, qovoq solib achchiq qilmasdan quchoqlab rahmat ayting. Rahmat ayting. Agar o'pish makruh bo'lmaganda o'ping ham derdim. Mani urug'imdan soldat yo'q. Bor bitta qarindoshimiz soldat bo'lishlaydi. Nima demoqchiman? Rasululloh alayhissalomda hadislari borki, odamlar tomonidan bo'lgan yaxshilikka qadriga yetmagan odam Allohning ham ne'matini qadriga yetmaydi, shukr qila olmaydi deganlar. Bugun bizga bo'layotgan bu yaxshiliklarda atveti bo'lish kerak, javobi bo'lish kerak. U javob nima? U javob ularning haqqiga duo qilish. Tinch yashash. Bir-biri bilan oshna og'ayni bo'lib yashash. Sammanga bormaslik, qabila qilmaslik, qabilali o'rmon davrida bo'lgan. Indeslarda qabila bo'lgan. Azizlar, Rasululloh nima dedilar? Hali tepada aytdim-ku. Ikkita musulmon urushsa, ikkovi yutqizadi, uni urushtirgan yutadi deyaptilar. Palonchi joydagilar mana bunday desa, ketdik bolalar demasa, to'xta. To'xta odam. To'xta, ko'zni och. Hamma joyda qishloqda kattasi bo'ladi o'zini. Assalomu alaykum. Quchoqlash ko'rishib. Salom alaykum. Bir multfilm bor-ku. Bolacha devga assalomu alaykum desa, dev aytadiki, saloming bo'lmaganda bir yamlab yutardim deydi. Bu nima degani? Salom ancha-muncha odam ko'ngli yertaveradi. Assalomu alaykum deb ko'rishib, chunki musulmonlar biz privet demaymiz biz. Assalomu alaykum deymiz. Salomni berib o'tirib, mana shu gap bo'lgan ekan. Shu rostmi? Yo yolg'on yo rost. Yolg'on bo'lsa bo'ldi uzr. Rost bo'lsa, do'stim, oshna, una gap gapirmaylar. Bu to'g'ri emas bu. Sizda bor kuch, bizda ham bor. Sizda bor g'azab, bizda ham bor. Sizda bor g'urur, bizda ham bor. Hozir shu narsani bitta ishlatsak, siz ham bitta ishlatasiz, yomon bo'ladi. Keling, sulh qilaylik, yarashaylik, yaxshi emas bu. Degan fikrni kim qilish kerak? Siz va men qilishimiz kerak. Rasululloh alayhissalom va sahobalarni xulqi atvorlarini ko'rib turib, mushriklar havas qilib dinga kirib ketgan. Tasavvur qilyapsizmi? Bugun bizni havas qiladigan nimamiz bor? Musulmon kibrli bo'lmaydi. Musulmon yolg'onchi bo'lmaydi. Musulmon aldamchi bo'lmaydi. Musulmonning ko'zi o'ynaqi bo'lmaydi, qo'shnisini, mahallasidagi xotiniga, keliniga, qiziga qaramaydi bironikiga. Bu xiyonat bu. Men sizga qarasam, men sizga xiyonat qilgan bo'laman. Siz menga qarasangiz, siz menga xiyonat qilgan bo'lasiz. Islom shu emas, islom. Islom faqat chashti qirdirib olib do'ppi yurish emas. Islom halollik, to'g'rilik, or, nomus, vijdon, g'ayrat, shijoat, hamiyat, saxovat, rahmdillik, mana shu islom bo'ladi. Do'pki masjidga kirib qo'yishda o'zi bilan bo'lmaydi. Bir avliyo aytgan ekanlar-da, men masjidga kirsam musulmonni ko'pligini ko'rib yoqam ushayman. Naqadar musulmonlar ko'p.
Lekin ko'chaga chiqib, shu musulmonlardan bittasini ham topa olmayman, bunga ham yoqam o'shayman degan ekan. Bu degan nima degani? Biznesda, oldi sotdida, quda-andachilikda, o'rtaqchilikda, qo'ni-qo'shnichilikda, sherikchilikda, eri-xotinlikda musulmonlar musulmonlik to'nini yechib qo'yapti. Qo'ni-qo'shnichilikda musulmonchilik qila olmayapmiz. Biznesda, sherikda musulmonchilik qila olmayapmiz. Nimaga oilalar buzilyapti? Chunki yo er yo xotin dinimizda ko'rsatilgan nimadirni qilmayapti. Nimaga yoshlar kattalarni hurmat qilmayapti? Tanganing ikki tomoni bor. Bitta yosh kattalarga tegadigan gapimiz ham bor. Xafa bo'lmaysizlar. Chunki men aka haqiqatni gapirgani keldim-da. Nimaga oldin to'palan qilib kelayotsa, ikkita yosh katta odamimiz o'chardik. Taq to'xtardik. Nimaga? Yosh kattalarda haybati bor edi. Ularning yurish-turishi namuna edi. Shuning uchun haybat urushmasdan turib qo'rqaverasiz undan. O'zi urushmaysiz, qo'rqasiz. Nimaga uni haybati bor? Ikkinchisi, yoshlarimiz odobli bo'lgan u paytda. Hozir. U kattani qo'ying, ota-onasiga tika do'q qilar ekan. Hatta bitta oyat yo hadis bor ekan. Ota-onangga da'vat qil, ota-onangni yomon ko'r degan joy. Ey Rasululloh, sizlar bilan men safarga chiqsam, ketdik biladilar Rasululloh. Yur. Ota-onam unamayapti. Unda qol dedilar. Uyga kiring, ota-onam butga sig'inib turibdi, mushrik dedi. Shunda Rasululloh aytdilarki, qol va ota-onangning xizmatini qil dedilar. Bu degan nima degani? Shu yerda o'tirgan yoshlar. Men buni alohida ta'kidlab o'tishimiz sababi bor-da. Chunki juda ko'p tema keladi bizga, savol tariqasida, muhokama qilish tariqasida, yarashtirish ma'noda, shu savolga javob berish ma'noda juda ko'p muhokamalar keladi. Shulardan bitta bola kelib aytayotki, men dadamni rosa so'kdim bugun deyapti. Bildim, jiddiy masala. Yuring xonaga kiraylik dedim. Xonaga olib kirib, nimaga so'kdingiz dadangizni desam, "Ay, rosa ichib ketdi dadam" deyapti. So'kdim deyapti. Xo'p, shariat bunga nima deydi? Shariatimizda yechilmagan masala yo'q azizlar. Mana algebra, geometriya, matematikada yechilmagan masalalar bor hozirgacha. Internetga kiringda yechilmagan masalalar turibdi hali. Lekin dinda yechilmagan masala yo'q. Ibrohim alayhissalomni dadalari mushrik bo'lgan, but yasab sotgan. Shu kishim dadalarni tark qilib ketdilarmi? Payg'ambarimiz alayhissalomning amakilari mushrik bo'lgan. Jon berayotganda Rasululloh yonlarida edi. O'lsa o'lib ketaversin demadilar-ku. Yalandilar. Qulog'imga ayting, amakijon, qulog'imga bu pichirlab ayting, hech kim eshitmaydi. La ilaha illallohni ayting, men kafil jannatga kirasiz dedim, nimadi? Shunday zot, siz va men Rasululloh alayhissalomga o'zimizni qiyos qilishga haqqimiz yo'q, to'g'rimi? Taqqoslashga haqqimiz yo'q. E'tiqod, iymon, bilimda. Mushrik amakilari jon berayotganda o'shitdilar-ku. Ibrohim alayhissalom tark qilib ketib olmadilar-ku dadalarini, onalarini. Bugun alhamdulillah har qanday yomon ishni qilsa ham otamiz, onamiz Alloh deyaptimi? Duo qilyaptimi? Qanday biz ularga duo qilishimiz mumkin? Nima emish? Bu ota-ona dunyoga kelishinga sabab bo'ldi. Tug'dirdi, bo'ldi, tamom. Alloh nima dedi? Menga shukr qil, ota-onangga shukr qil dedi. Bu oyatning davomida va qado robbuka deb qo'ydi. Va qado robbuka degani Robbing Alloh shunday hukm qiladi. Hali sud hukm qiladi, daqqadi boltasini uradi-yu. Alloh hukm qiladi. Nima? Alla ta'budu illa iyyahu. Mendan boshqasiga ibodat qilma deydi. Shirk qilma deydi. Mozorga borib sig'inma deydi. Mozorga borib qon chiqarma deydi. Lekin ziyorat qil, duo qil, Qur'on o'qi. U boshqa masala u. Bitta joyga borib, daraxtga borib latabaylash nima bu? Bitta joyga borib turib, azizlar, menga bola bering deyish nima u? Qabrda aylanib bola so'rash nima u? Bitta daraxtda aylanib, ha, siz tug'mas ekan, mashta aylansa tug'ar ekan deyish nima bu? Mana shundan qaytardi Alloh. Lekin qabrda borib, nimaga borlar qabristonga?
aka ovqat qilgani, osh qilgani, qon chiqargani emas. Rasululloh alayhisalom qabrga umuman bormanglar deganlar islomning boshida. Keyin aytdilarki, endi boraveringlar ekan. Sabab bu qabr sizlarga o'limni, oxiratni, qiyomatni eslatar ekan sizlarga. Shuning uchun boringlar dedilar. Sal o'zimizdan ketib, ibodatga susayib, kibrga berilib, dunyoga berilib, aynayotgan bo'lsak, qabristonni bir chekkasiga borib, qabrga qarab o'tiring. Mana shu yerda hozir kuchda zo'r deyman degan bor, pulda zo'rman deyotgan bor, hunarda zo'rman deyotgan borda endi. Sal o'zidan ketib qoladi shu temalarda. Diniy sohada men o'zimdan ketib qolay desam, qabrga borsam, mendan zo'r yotibdi o'sha joyda. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari yotibdi. Ko'kchi masjid oldlarida. Ularni oldida men kimman? Kuchda zo'r bo'lsangiz, O'zbekiston emas, dunyoni liboyini yoraman degan o'li yotibdi qabrning ichida. Pulni olsangiz endi qo'yavering endi. Qabrga shuning uchun boriladi. Ibrat olish uchun boriladi. Inson o'zini tarbiya qilish uchun boriladi. Va o'sha joyda yotganlarimizni Allohim azoblama, qo'rqitma, qiynama deb yalinish uchun boriladi Allohga. Shunga ruxsat bergan. Undan boshqa narsaga ustiga maqbara qilish uchun yo'q, mumkin emas shariat. Faqat qabrni bir ajratib, ora-orada qarashga ruxsat berishga, nomerga ruxsat bergan. 55-70 qilib qo'yib qo'yiladi. Ha, desa, mani dadamning qabrlari 75 edi. Borasiz 75 turibdi. Qanaqa? O'tlar o'sib, qurib ketibdi. Yulib tozalab bersa bo'ladi. Nam, ko'kat bo'lsa unga teg bo'lmaydi. Chunki hamma joyda odob bo'lgandek, buni ham odobi bo'ladi. Ana azizlar, biz shuning uchun bugun ummat nimaga orqada qolib ketyapti desa, mana ummat ahamiyat berayotgan bo'lsalaringda bolalar, taqlidga muhtoj bo'lib qolyapti. Taqlid har xil sohada. Yomon tomonda ham, yaxshi tomonda ham qarasiz, faqat taqlid degan narsa avj olib boryapti. Bizning ichimizda bo'shliq ko'p ekan, u bo'shliqni kimdir qa'dandir to'ldirib qo'yadi. Men taqlid degani mana hozir yoshlar bilasizlar, TikTokga kirsangiz, Instagramga kirsangiz tamom. Ko'nglingiz aynib ketadi deydi. 90% dan ko'pida. Bor, 5%, 10% ijobiy tomonga yaxshi narsalar ham bor. Nima demoqchiman? Bugun ummat orqada qolib ketishiga sabab bitta narsa, ummat kitob o'qimay qo'ydi. Dindagi rivoj orqada bo'ladi. Dunyodagi rivoj keyinda bo'ladi. Mana shu narsani yaxshi xulosa qilib eshitdinglar-da, bu juda ongimizni ochadi bu. Dunyodagi rivoj keyinda bo'ladi, dindagi rivoj orqada bo'lgan. Bu degani nima degani? 2015-yilda yo'q texnikalar mana 21da chiqdi. 22da yana yangi, 23da yana yangi agar qiyomat bo'lib ketmasa. Dunyodagisi chiqaveradi, yangi bo'lib. Dindir rivoji qachon bo'lgan? Pikiga 100% pikiga chiqib bo'lgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlarida. Keyin Rasululloh vafot qildilar, sahobalarga qoldi. Tobiinlarga qoldi. Bu degani nima degani? Rasululloh alayhissalomdan orqaga ketishni boshladi. Eng haq davr, eng soda davr Rasululloh alayhissalom davrlari bo'lgan. Shuning uchun Rasululloh o'z og'izlari bilan aytdilarki, eng yaxshi zamon meni zamonim va mendan keyingilari va unga ergashganlardan keyingi, ya'ni tobiinlarning davrini aytdilar. Sahobalar aytadilarki, Rasululloh alayhissalomni ko'mganimizdan keyin qalbimizda qoralikni sezdik deyaptilar. Rasulullohdan uzoqlashganiga 3 kun, 5 kun bo'ldi xolos. Biz salkam 15 asrga qarab ketyapmiz uzoqlashganimizga. Endi men uzoqdan nimaga bu gapni olib kelyapman? Mazhab boshilar tobiin va taba tobiin davrlarida yashadilar bular. Bitta Imom Azam rahmatulloh alayh sahobalarni ko'rdilar. Tasavvur qiling hozir. His qiling. Biz tushimizda bitta sahobani ko'rsak, xursand bo'lib uyg'onamiz. Abu Bakrni ko'rdim, Umarni ko'rdim, Usmonni ko'rdim deb xursand bo'lamiz. Kelib bizga tushlarni aytib berishadi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ko'rdim deydi. Nima demoqchiman? To'g'ridan to'g'ri primoy Imom Azam ko'rishib, sahobalar bilan ko'rishib, Rasululloh qanday zot edilar deb so'radi. Rasululloh qana namoz o'qidilar? Rasululloh qana tahorat qildilar dedi. Tasavvur qilyapsizmi? Endi bugun men kimmanki, na sahobani, na tobiinni, na taba tobiinni qo'ying endi bu. Bugun dinimizni kerak bo'lsa, bitta hadisini zo'rg'a o'qib tarjima qiladigan odam
Sahobalarni ko'rib, sahobalardan Rasulullohning haqlarida to'g'ridan-to'g'ri so'rab, dinini o'rgangan, shunday zotlarda qilgan ishi yoki mana bu narsani mana qilinadi desa, buni afsuslat qilishga bizning nima haqqimiz bor? Imom Azam rahmatulloh alayh ko'rmadilarmi shu hadisni namozda qo'lni mashqqa qo'yishdi? Alloh guvoh qilib aytaman, shu yerda o'tirgan yoshlar. Allohni guvoh qilib aytaman. Bu kichkina gap emas bu. Meni yomon ko'rarsiz, menga ishonmaysiz, lekin siz Robbingizni Allohga o'tga qo'yayapman. Agar sunnat, baquvvat hadis qo'lni ko'krakka qo'yish bo'lganda men qo'yib o'qirdimmi? Mayli ishdan bo'shatsa bo'shatib yuborsin edi. Meni bitta sunnatimni ushashim mehrobda turishimdan afzal. Men ham Rasululloh alayhissalom qilgan ishlarni teskarini qilishdan Allohdan hayo qilamanmi? Tepada aytdim, do'zaxga siz tushishingiz kelmaydimi? Meni ham tushishim kelmaydi. Jannatga kirgis keladimi? Meni ham kirgim keladi. Unutmang. Rasululloh alayhissalom oshiqlarga o'sha to'fiq oyoqdagi to'fiqlarga bo'lsin dedilar. Hadis bor. O'qiganmiz buni. Lekin bu tegizib turish haqida gap ketyaptimi? Nima haqida gap ketyapti desa, namozda oyoqlarini uchini to'g'rilaylar deyishlik bu sunnatga xilof bu. Namozda oyoqni uchun to'g'rilanmaydi. Tovonlar bilan oshiqlar barobar qilinadi. To'fiqlar barobar qilinadi. Shunda saf to'g'ri bo'ladi. Safni to'g'riligi haqidagi hadis bu. Sahobalarning mana yelkalari, kiyimlari yirtilar ekan masjiddan. Nimaga? Zich turganlaridan. Va Rasululloh aytdilarki, saflaringni to'g'ri qilinglar va zich qilinglar, ulfatlilaring, qalblaring bir-birlariga shunaqangi yaqin bo'ladi dedilar. Bu bor narsa bu. Bu bor narsa bu. Biz yurgan yo'l nima? Geometriya, algebrani ustiga qurilibdimi? Fizikani ustiga biz nima? Fizikadan dalil olibmizmi biz? Biz havodan qilyapmiz, biz to'qib olyapmizmi biz? Qachongacha bir-birimizni g'ajiymiz? Azizlar, tepada bekorga do'stligimiz, aka-ukaligimiz haqida bekorga gapirganim yo'qmi? Innamal mu'minuna ikhwatun. Ichingizda iymoningiz bor. Meni ham ichimda iymonim bor. Qachongacha bir-birimizga to'mtayamiz? Qachongacha bir-birimizni g'ajiymiz? Qachongacha ularni nog'orasiga o'ynaymiz? Biz bugun bir-birimizni ovora bo'lyapmiz, ular nima qilsa qilyapti? Nima qilsa qilyapti? Bular o'ylab ko'ringda, bizni 100 dan oshiqqa bo'lib yordi. 100 dan oshiqqa bo'lib yordi hozir. Hozir o'zi sanayman, siz 100 dan oshib ketdi firqa. Nimaga? Bitta arqondan qo'rqadi u, iymonsizlar. Bitta arqondan qo'rqadi. Nimaga? Bitta arqon tankni tortadi kerak bo'lsa. Lekin o'sha arqonni mana arqon ko'zlayning oldida kanopikdan bo'ladi, bilasizlar. Shuni yayvoringda bitta paqirni ko'tarolmaydi. Bitta paqirni ko'tarolmaydi. Bizni shunaqa qilib qo'yapti. Hozir ochig'ini aytganda, mana hozir men endi ochiq gapirishni yaxshi ko'raman, qanaqadir qog'ozga o'ramasdan. Mana hozir ichimizda mazhabni kerak emas deydiganlar meni juda yomon ko'radi. Hozir nidavolni eshityapti meni. Deyapti-da endi. Insof qulog'ingiz bilan quloq solib ko'ring. Agar hizbut bolalar bo'lsa, meni yomon ko'radi bilaman. Ayniqsa men kechagi ma'ruzalarimdan keyin meni juda yomon ko'ryapti. 4-5 ta odamni yomon ko'rishidan qo'rqib, yo meni yomon ko'rsa nima bo'larkin deb men haqiqatni gapirmasam, u gapirmasa kim gapiradi? Mana ba'zi bir ma'ruza qilayotgan, o'zbek zabonida ma'ruza qilayotganlarni gapirdim, ochiqchasiga gapirdim. Oxiri chidamaganimdan gapirib yubordim men. Bo'lar endi shunga tek turish. Hali nima? Bir narsani andishasini qo'rqoqqa yo'yay deydi-yu. Andishani nomini qo'rqoqlikka yo'yadi. Biz biz musulmonlar kulgi bo'lmaylik deb gapirmayotgandik biz. Yo qo'rqib yo bir narsa qilib emas. Kulgi bo'lmaylik. Kulgi ham bo'ldik qaysidir ma'noda. Oxiri gapirmasak, mana shu yerda kimdirlar to'g'ri deb eshitib qo'yatadilar. Hozir men nima sizlarga ota-onangni tashab, yashab turgan tashab, xotin bola chaqangni tashab, chiq bor chiqib ket, o'ldirib ket deyishim kerakmi? Shu kerakmi? Shu yerda iymoni baquvvat, men palonchiman degan. Hech bo'lmaganda sizda bor shijoat menda bor. Hech bo'lmaganda sizda bor iymon menda bor.
hech bo'lmaganda sizda bor, duxmanda ham bor. Qo'rqoqlik Xudo saqlasin. Biz faqat Allohdan qo'rqamiz biz. Unutmang shu narsani. Lekin bir zot aytadilar, biz bu gapni nimaga baralla aytmaymiz Allohdan qo'rqamiz deb. Chunki bir zot aytadilar-da, Allohdan qo'rqasanmi, javob qilmagin deydi. Yo'q desang iymoningni aylasan deydi. Ha, sen yolg'onchi bo'lasan deydi. Allohdan qo'rqadigan ahvoli bittasi senmi deydi. Birovlarda ayoliga qarayotgan, Allohdan qo'rqgan odam qaraydimi? Yolg'on gapirayotgan, Allohdan qo'rqgan odam yolg'on gapiradimi? Kibr qilayotgan, Allohdan qo'rqgan odam kibr qiladimi? Allohdan qo'rqgan odam birovga mush otadimi? Allohdan qo'rqgan odam millatchilik qiladimi? Mana internetda ko'rib qo'rqib ketaman yo'lda. Rossiyada bitta o'zbek bilan bitta qirg'iz konflikt chiqyapti, oxir avj olyapti. Ba'zi o'zbeklar gapiryapti, qirg'izlar bunaqa, qirg'izlar gapiryapti, o'zbeklar bunaqa. Hey, ko'zni ochaylik. Kimsiz siz? Men kimman? Biz Allohning qulimiz biz. Sizni ham Alloh yaratgan, meni ham Alloh yaratgan. Faqat tepadagi Allohning irodasini aytdim. Bir-birlaringni tanishlaring uchun har xil qildim deydi. O'zi aslida biz quchoqlab ko'rishib, bir-birimizni bag'rimizga sog'inishimiz kerak bir-birimizni. Bu ketishimiz yaxshi emas, akalar, shu yerda o't. Men hozir hatto ko'p deyarli hammalarni desam bo'lmaydi-yu, 3-4 talarni ko'rgan ekanman. 99% bugun ko'rib turibman. Lekin Alloh guvoh 100 yil 100 ga kirganim yo'q. Necha yilga tanishlarim bo'lsa, xuddi shuni qabul qilyapman men sizlarni. Nimaga? Tepada aytdim-ku, siz ham Robbingiz Allohda, meni ham Robbim Allohda. Qanday teskari bo'lishimiz mumkin? Maqsadimiz bitta, yo'lda adashib qolyapmiz. Mana hozir kelyapib 300-400 metrda joyga o'tib ketib qolibmiz-da. Shuni yana zadniga qaytdik, yana qaytdik. Xuddi o'shanda agar hozir shopirimizni o'tib ketib qolibmiz demaganda ketardi ya shaharga, bilmayman qayerga borib kelardik. Xuddi o'shanaqangi bizga to'xta deydigan ulamolar kerak-da. Rasululloh aytdilar-ku, agar olimlar bo'lmasa, insonlar bu degan siz bilan mana aytibdilar payg'ambarimiz. Agar insonlar olimlar bo'lmaganda edi, insonlar to'r oyoqli hayvonlarga o'xshab qolar deganlar. Mushotmagin, harom deyotgan kim olim? Ota-onangni oyog'ini uqala deyotgan kim olim? Ota-onangga tik qaramagin, wala taqul lahuma uffin deyotgan kim olim? Ota-onangga uf deb qo'ymagin. Alloh Qur'onda ozorni eng kichigini aytib qo'ydi. U nima edi? Uf deyish. Ota-onaga malollanish.